Dalada o'tiribsiz-da, bir payt ekinlarni sug'oradigan payt bo'lib qoldi. Mana deb bunaqa qarayapsiz-da. Cho'ntagingizdan shuna telefonni chiqaryapsiz-da, mana bittada. Shuna 3-zonani belgilab turib, masalan, kerakli zonani shuna mana bitishgan, shuna bosib olishingiz bilan o'zidan o'zi aynan ishlab ketsa-da, mazami. Voy, mana cho'miltirib tashadi gap yo'q lekin. 100 metrga 40 metr bo'lgan bu obyektimizga 3 ta dona pushka o'rnatyapmiz. Bu obyektimizda okamlarga nesh pulga tushdi? Shu narsa haqida sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Qaranglar, qo'lingizda kalkulyator bo'ladigan bo'lsa, bitta hisoblab tursanglar zo'r bo'lardi. Qaranglar. Bu yerda nima narsalar bor? Bu yerda pushkamiz bor, stoykamiz bor va klapanimiz bor o'rtoqlar. Mana shu har bitta komplektimiz 2 million 900 ming so'mdan tushdi. Buni 3 ga ko'paytiramiz. Ana endi bu tizim bir-biriga bog'lab turish uchun nima kerak bo'ladi? Polietilen truba kerak bo'ladi. Metr 12 ming so'mdan okamlarga taxminan 100 metr atrofida ketyapti. Bu 1 million 200 ming so'm degani. Undan tashqari nimamiz bor? Bizda nasosimiz bor. Nasosimiz 3 million so'm turadi va endi glavniysi mana miyamiz bo'ladi. Bu mana shu miyamiz shitlari bilan qo'shib hisoblanganda hozirgi paytda 4 million so'm atrofida chiqyapti o'rtoqlar. Demak, bu tizimimizga jami nech pulga tushdi? Javobinglarni kommentariyada kutaman. Shunaqa beda bilan sug'orish bilan qiynalayotgan tanishlarga bu videoni jo'natib qo'ysanglar, meni ancha poddeshka qilgan bo'lardinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib yuboramiz o'rtoqlar. Rahmat kattaga.